Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugun dunyodagi eng taleylik inson kim degan savol ustida to'xtalamiz. Dunyodagi eng taleylik inson kim? Siz bunga javob berishdan avval ilkingizdagi qimmatli narsalarga, hayotingizdagi go'zal sheylarga va o'zingizdagi ortiqchiliklarga bir nazar soling. Sizning boshqalarga qaraganda taleylik taraflarınız intayin köp. Kesip aytishga bo'ldiki, sizning mushu dunyoda mavjud bo'lganligingiz va mushu kunga qadar yetib kelganligingiz eng taleylik tarafingizdir. Chunki siz onangizning baliyatqusiga to'kilgan spermadagi 65 million jonliqdan hayot qilishga tanlangan yegona bir insonsiz. Siz ananızның bo'yidan ajrab ketish yoki mayib tug'ilishdek har yili 15 million turalmaning beshiga keladigan talaysizlikdan saqlanib qolgan bir insonsiz. Siz o'zingizning buvoqliqini yashay olmay, bu olamdan ko'z yumgan talaysiz buvoqlardan emassiz. Ikki ko'zingiz sog'lom bo'lganligi uchun tabiatning go'zalliklarini, ota-onangizni ve barliq yaxshi ko'rganlaringizni ko'ralaysiz. Halbuki dunyoda 12 million odam ko'rolmaydi. Putqulingiz saq bo'lganlik uchun mangalaysiz, yuguralaysiz. Muhim bo'lgani o'zingizning hojatidan o'zingiz chiqa olaysiz. Siz erkin nafas ola olaysiz. Reis a'zolaringiz ishlab turadi. Bedeniniz mikroplarını özlüküdün öldürüş arkalık ten saqlığınızı qoğdap durdu. Ətigəndə ornunuzdan turalaysız. Yeni günün huzurunu yaşayalaysız. Sizde nurgulğan qimmatlik nimetler var. Siz şu kadar bay ki, iki gözünüzün birini 1 milyon dollarga setip vermeysiz. Başka a'zalarınız da mı şundak? Sizning Fir'ondak huquqingiz, Qarundak pulingiz bo'lmasa-mu, ulardan afzal turmushda yashayapsiz. Chunki ular sizda bo'lgan tok, fan texnika, telefon, kompyuter, internet, avtomobil, havo tangshigich qatorliq ne'matlardan tamoman mahrum edi. İslam dunyosining eng shuhratli podshohi Harun Rashid ağrıq to'xtatish dorisi bo'lmaganlikdan tishi qattiq og'rib ketib, kechilab uxlamagan ekan. Xalifa Sulaymon ibn Abdulmalik Bag'doddan haj safariga atlanib, Makkaga 2 oyda kelgan ekan. O'tmishlarda Turkiston tuproqlaridan hajga atlangan ajdodlarimiz orasidan 6 oy yo'l yurib, Qara qurum tağlardan eşiş jarayonida dumulab ketish, qaraqchilarning qo'lida o'lib ketish degandek xatarlardan saqlanib qolganlari aran haramga bora oladi ekan. Mustaqil vataningiz va pasportingiz bo'lganligi alohida katta ne'mat. Bu ikkisining ne'mat ekanligini musofirlik ko'chalarida tamtirab yurganlardan boshqalarning bilishi mumkin emas. Nurgun insanlar bunu nimet depme tanımaydı. Çünkü bilmeydi bunun kıymetini. Siz en taleylik insan. Bizden en çok hatalıkımız üzümüzdeki sansızlığa nimetlerini buluşku tegişlik narsalarga dep qarab ularning kıymetini his qilmasligimizdir. Nimetni his qilish uchun onundan ayrilish lazım emas. Afsuski nurgun kişiler özüdeki nimetlerinin kadriga fakat şu nimetlerinin birersinden ayrılıp kalgandan killa yetidu. Körüş nimetinden ayrılıp kalgan yoki onundan mahrum yaratılgan kişilerinin tabiatning güzellikini körüşke qanchalik bak talpinadiganligini ko'zi saq kişiler bilmeydi. Shuningdek ikki putiga tayinib manga olmaydigan, yani putta mengishdan iborat nimetden mahrum kalgan kişilerin derdini mağalaydıganlar bilmeydi. Oksigenlik
nefeslanayotgan bemorlarning erkin nefes elishga qanchalik zo'r tashna ekanligini o'pkisi saq kishilar bilmaydi. Alloh taolo sizga ato qilgan bo'y, chiroy, rang, aql, ilm, oila, jo'r, farzand, pul-mol qatorliqlarga rozi bo'lib, o'zingizni eng talaylik ve hamma kishidan ortiq deb qanoat qilgan vaqtingizda siz rostilla dunyodagi eng baxtli, eng talaylik odam bo'la olasiz. Chunki eng talaylik ve eng baxtli odam qanoat qiladigan odamdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlardan kimki xotirjam, teni saq ve kunlik yemek içmeki bar halda tang atquzsa, go'yo o dunyoning barcha ne'matlarga ega bo'lgan bo'ladi deb ko'rsatgan. Yana bir hadisda 4 ga ega bo'lgan odam baxtli odamdir. Ular yaxshi jo'r, kang uy, yaxshi qo'shna va yaxshi uloq. Yani hozirgi zamonda yaxshi kang mashina deb ko'rsatgan. Saodat o'zingizda. Baxt saodatni va huzur halovatni sirtqi sabablardan izlaganlar adresda xato ketganlardir. Chunki saodat o'zimizda. Uni o'zimizdan izlashimiz kerak. Psixologiya olimlari baxt saodatning tunji qadami uni qaror qilishdir deb qaraydi. Baxtni o'zingiz qaror qilishingiz, baxtsizlikni o'zingiz qaror qilasiz. O'zingizning fe'li bilan bo'ldi. Rus mutafakkiri Tolstoy biz ko'pincha vaqtlarda baxt saodat yenimizda tursimi, ko'zimizdagi ko'zoynakni izlagandek uni boshqa yerni izlab yurmaymiz degan ekan. Saodatni sirtdan import qilib bo'lmaydi. U faqat kishining ichidan keladi. Uni mol dunyodan, huquq mansabdan, shon shuhratdan izlayotganlarni qumliqdan suv izlayotgan kishilar deyishga bo'ladi. Aytilishicha, bir ayoliga tahdid silib, "Men seni baxtsiz qilyapman" debdi. Ayoli kulimsirab turib, "Sen meni baxtsiz qilmaysan. Chunki mendagi baxt saodatni sen bergan emas. Hamda u yo sening yoki barliq insonlarning ilkidagi narsami emas. U faqatla mening qalbimdadir. Qalbimga Allah'tan başka hiç kim ega bo'la olmaydi. Şunu sen meni baxtsiz qilolmaysan debdi. İman ve yaxshi amal baxt saodatning ochqichidir. Alloh taolo Qur'on Karimda deydiki: "Men amila solihan min zakarin aw unsa ve huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ve lanajziyannahum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ayol mu'minlardan kimki yaxshi amallarni qilsa, biz uni albatta obdan yaşatamiz ve albatta ularning mukofotini qilgan amallarining eng yaxshisi bo'yicha beramiz deydi. Oyatdagi obdan yaşatamiz degandan maqsad ko'p mol dunyo beramiz yoki turmushini parvon qilib beramiz va yoki yuqori mansabga, oliy shuhratga erishtiramiz deganlik emas. Balki baxt saodat ve huzur halovat ishida yaşadığımız deganlikdir. Chunki ko'p boyligi bor bo'lsa-mu, yuqori mansablik bo'lsa-mu, olamcha shuhrati bo'lsa-mu, huzur halovatsiz yashagan odamni baxtli odam degil bo'lmaydi. Mushundaq odamlar intayin ko'p. Oyatdan ma'lumki, bu ne'mat mu'minlarga xos ne'mat bo'lib, bu uning öz amalidan hosil qilgan xo'shalliqi ve Rabbinin o'zidan rozi ekanligini his qilgan vaqtdagi saodatidir. İman bo'lmagan qalb bundoq bir saodatni hargizmi his qila olmaydi ve hargizmi tetiy olmaydi. Alloh taolo hammamizni dunyo ve oxiratlik baxtli ve talayli kishilardan qilsin.